Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video xudo xolasa DFS va BFS algoritmlariga qaratilgan bo'ladi. Bu algoritmlar grafni aylanib chiqishi uchun, ya'ni chizmada ko'rsatilgandek graf bo'lsa, shuni aylanib chiqishi uchun va tekshirishda ikki xil yo'l hisoblanadi. Bittasi depth first search, ikkinchisi breadth first search. Ya'ni depth first search o'z nomidan ham ma'lumki, eng oxirgi chuqurligicha borish va bitta ketgan yo'lni oxirigacha tekshirish degan ma'noni keltirib chiqarsak bo'ladi. Breadth first search bo'lsa tarqoq search desak bo'ladi, ya'ni har bir yo'l uchun bir xil e'tibor berish va hammasini birgalikda olib ketishga qaratilgan desak tushunishga osonroq bo'lsa kerak. Agar sizlarga stack va queue data structurelari tanish bo'lsa, xudo xolasa bu DFS va BFS da umuman qiynalmaymiz degan umiddaman. Tasavvur qilaylik, bizda mana shu ko'rinishdagi graf bor. Hop, grafi A nodlari deb hisoblanadi. A, B, C, D va mana bu grafni shoxlari olib ketishi mumkin bo'lgan yo'l. Bu ikki tomonlama bo'lishi mumkin yoki bir tomonlama bo'lishi mumkin. Hozircha bir tomonlamaligini ko'raylik. Masalan, men mana bu state'da turibman. Deylik, A nodda turibman, A da turibman va men A ga borishim kerak. Depth first search qanaqa qidiradi? A dan birinchi bo'lib D ga keldi deylik va D dan Y ga qarab ketdi. Yoki A birinchi bo'lib B ga bordi deylik, C, D, E. Mana shu ko'rinishda keladi. Ya'ni B ni birinchi bo'lib olsa, birinchi bo'lib B ga boradi, keyin C ga keladi, keyin D ga keladi, keyin esa Y ga keladi. Breadth first search bo'lsa qanaqa bo'ladi? Bu A ga boradi, B ga boradi va D ga boradi. B ga kelgandan keyin B dan C ga boradi, D dan Y ga boradi. Bitta kamroqga tekshiruv, bitta kamroq bo'ldi desak bo'ladi. Lekin umumiy depth first search ga qaraganda Y ga borishi pasti bu holat uchun bir xil bo'ldi. Lekin bu ahamiyatga ega emas. Tekshirish, ya'ni aylanish, search qilishi ikki xilligini tushuntirmoqchi edim. Va Y ni topgandan keyin mana bu C kuyimizda qolib ketgan bo'ladi va C dan D ga ham yurib qo'yadi bitta. Yoki shunchaki return true qilsa bo'ladi. Agar mana shu Y ga borish mumkinligini tekshirayotgan bo'lsa. Endi depth first search qanaqa ishlaydi? Bu stack, shunchaki oddiy stack deb qarasak bo'ladi. Stack. Mana bu collectionimiz va bizning turgan joyimiz hozir A state. Ya'ni hozirgi holatim edi. Men A da turibman. A da endi borishim mumkin bo'lgan holat B yoki D. B ni olaylik, misol uchun B stackga kelib tushdi. Va keyingi borishim mumkin bo'lgan joy D dan A dan D. Ikkalovi ham stackga tushdi. Birinchi bo'lib B tushdi, keyin D. D birinchi bo'lib stackdan chiqadi. Endi A dan boshqa borishim mumkin bo'lgan yo'llar qolmaganligi sababli meni current state'im o'zgaradi. Endi men D ga qarab yurishim kerak ekan deyman va D ni ham stackdan chiqarib olaman va D ga yurdim. Endi hozirgi holatim D bo'lib qoldi. D dan borishim mumkin bo'lgan yo'l bu A. Va D dan boshqa hech qanaqa yo'llarga bora olmayman. Endi D ketdi va Y ga qarab yuramiz. Endi Y ga keldik. I dan borishim mumkin bo'lgan hech qanaqa holat yo'q va A ham stackimizdan chiqdi va A dan hech qayerga bora olmayman deb qaraldi. Endi B current state bo'lib keladi. Bizning stackimiz hali bo'sh emas. B bor bizda. B ga keldik va B dan borish mumkin bo'lgan holat C va boshqa B dan yurish mumkin bo'lgan yo'limiz yo'q.
va bni yo'llari tugaganini hisobiga b ham chiqib ketdi. Hozirgi nimamizdan bni tekshirib bo'ldi to'liq va s'imiz stekka keldi. Current state bo'ldi. Stekdan chiqib ketdi demoqchiman. s'dan borish mumkin bo'lgan holatda d ham xuddi shunaqa loopda davom etaveradi. Xuddi shunaqa aylanish davom etaveradi. D'dan keyin y va oxirida stek bo'mbosh bo'lib qoladi. Bu brace for search aylanishi, ya'ni stekdan birinchi bo'lib chiqqani har doim oxirigacha tekshirilyapti. Ya'ni bu birinchi bo'lib kirib qoldi stekka va d kirdi, keyin endi d chiqishi kerak. D chiqqandan keyin d'dan keyingilar tekshirilyapti. Bu qism qolib ketib qoldi. Yoki birinchi bo'lib d ni kirgizgan holatimizda d va b ni kirgizsak, ana endi b bo'yicha ketadi. Mana bu yo'l bo'yicha oxirigacha ketadi. Bu depth for search edi. Ya'ni DPS shu algoritmni ko'rgan bo'lsanglar kerak, agar letko'z yechsanglar, shunchaki stek ko'z yetarli. Bu algoritm yoki rekursiya qilsak bo'ladi. Deyarli rekursiya ham stek emas, uni ishlash holati bir xil, faqat xotiradan o'tish mumkin bo'lsa kerak menimcha. Keyingi ko'radiganimiz bo'lsa brace for search. Brace for search uchun Q kerak bo'ladi bizga. BFS. Okay. A'dan borishi mumkin bo'lgan holat ikkita B va S deyilu. Qdan birinchi bo'lib kirgani chiqadi, bu yoqqa chiqib ketdi deyilu. Hozirgi holatim A dedi. A'dan ikkita yo'lga borsak bo'ladi. S yozib qo'yaman, kechirasizlar. B va D. Hozirgi holatim A da, birinchi bo'lib Qdan B chiqib ketdi. Va ana endi current state bizda B bo'lib qoldi. D ham oxirgi element bo'lib turibdi. B dan borishi mumkin bo'lgani S va boshqa hech qanaqa yo'lga bora olmayman B'dan. Endi bo'lsa D chiqib ketadi bizani stekimizdan. Buni ham bu yoqqa surib ola qolaman. D chiqib ketdi, S qoldi, D bu yoqqa keldi. Ana endi D dan borishi mumkin bo'lgani Y va S'imiz endi nimadan chiqib ketadi? Qdan. S current state bo'ldi. Y'ni o'zi qoldi. Ana endi S'dan borishi mumkin bo'lgani D bo'ldi. Va S'dan boshqa yo'lim yo'q hech qanaqa. Y ham Qdan chiqdi va nimaga keldi? Current state'ga tanlab olindi va D qoldi. Qimda hozircha va Y'dan borish mumkin bo'lgan hech qanaqa yo'l yo'q. Y ham current state'da D ga topshiradi. D keldi va D Qdan chiqib ketdi. D'dan borish mumkin bo'lgan yo'l bo'lsa Y va boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun D ham tekshirilishdan to'xtatiladi va Y ham current state'ga aylanadi. BFS aylanib chiqish qisqacha shundan iborat. Hozir kod ko'rinishida ko'rsataman. Graf algoritmi uchun bizda uchun set ma'lumotlari kerak bo'ladi, ya'ni hashtag demoqchiman. Dictionary'dan foydalanganman. Mana ko'rishingiz mumkin. A'dan borish mumkin bo'lgan yo'llar B va D. B va D. B'dan borish mumkin bo'lgani S, S'dan borish mumkin bo'lgani D, D'dan borish mumkin bo'lgani Y. Ana endi algoritm yozib ko'ringlar. Nima qilsak bo'ladi? Var current deymiz va currentga hozircha A state'da turibman. Va kelinglar nimada DFS'ni ishlatib ko'ramiz bu holat uchun. DFS'da meni chiqish kerak bo'lgan yechimim birinchi bu B'ni olgan holatida D A D I va B C D E chiqishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni A D E va B C D chiqishi kerak.
Ya'ni dfs aylanishi shunaqa. Kelinglar nimani yozib ko'ramiz kodda. Xo'sh, buning uchun bizaga current yozib oldik va stack kerak bo'ladi. Yo'q, birinchi forda stack ochib ola qolamiz. Stack new stack char va stackka birinchi hozirgi turgan nimamiz bor, currentni push qilib qo'yamiz, ada turibmiz. Va ana endi while deymiz, stack count 0 dan katta bo'lsa, ya'ni stackka qo'shib boramiz. Xo'sh, var list deb man stack.pop qilinganini, ya'ni stackdan sug'urib olinganini myDdan myDni current yo'q, myd stack pop qilingani bormi? Ya'ni mydda ya'ni currentim a turibdi va stackda ham hozircha a turibdi va a'ga stackdan sug'uryapman va a olib boradigan yo'llarni tekshiryapman. Bu mydda dictionaryda grafimizda bor. Ana endi console write line mana shu stackdan pop qilinganini stack element taken from stack deylik. Stack pop qilamiz va buni bu yerga beramiz. Endi konsolga ham chiqarsak bo'ladi bu elementni. Endi listda aylanamiz. For each bilan listda aylanamiz va uni stackka push qilishni boshlaymiz. Stack.push item. Shuni o'zi menimcha logic bitta run qilib ko'ramiz va bizda qaysi javob chiqqanini ko'rishimiz kerak. Qanaqa javob chiqqanini. Ha, biza dictionaryni tekshirmadik, ya'ni i elementi olib borishi mumkin bo'lgan yo'llarni tekshirmadik. Ya'ni i elementi stackda yo'q, dictionarymizda yo'q va biz uni dictionarydan so'rayapmiz. Bu holatda bo'lsa, if my d contains key element from stack, ya'ni tekshirib qo'yishimiz kerak. Mana shu element o'zi stackda bormidi? Runni to'xtatib qo'yishimga to'g'ri kelyapti shekil. Element from stack da. Va mana bu list if ichida bo'lgani uchun bu yerda ko'rinmayapti. Endi buni nima qilsak bo'ladi? Var list new list char turamiz hozircha. Yo'q. Buni qilishimiz ham noto'g'ri bo'ladi. Kelinglar yga hech qanaqa nimaga olib bormagani uchun qanaqadir y deymiz va new list qo'yamiz, shunchaki bu hech qanaqa nimaga olib bormaydi. Mana bu case olib tashlaymiz. List uzunligi 0 bo'ladi va hech qanaqa elementni push qilmaydi y uchun. Va yana bir marta run qilib ko'rsak, ko'rishimiz mumkin ADE va BCDE. Xuddi biz kutgan natija chiqdi va xuddi shuni endi Q, ya'ni BFS uchun qilib ko'ramiz. Tak, BFS uchun qanaqa bo'ladi? BFS uchun manga stack emas, Q kerak bo'ladi, lekin
ishlashi deyarli bir xil. Q'ga bo'lsa otini ham o'zgartiraylik, kelinglar. Q'ga push qilinmaydi, NQ bo'ladi. Va Q'ni counter degan narsa ham bo'ladi. Tak. Va Q'dan DQ qilib var element taken from Q. Bunda qoldirsa ham bo'lsa kerak, tushunarli. Var list teng maydini element from Q degisi. Va for each bilan listda aylanamiz va Qga DQ qilishni boshlaymiz. NQ qilishni boshlaymiz, ya'ni Qga qo'shishni boshlaymiz. Navbatga. Konsolga orada element chiqaramiz va bizda natijani oldindan yozib olaylik. Q qanaqa qidiradi? Bu yoqqa boradi, bu yoqqa keladi, ya'ni B ABD bu stack javobi deylik. DFS javobi. BFS javob bo'lsa AB D B'dan keyin A yechiladi, B yechiladi, B'dan keyin C, keyin D yechiladi, D'dan keyin E, keyin C yechiladi, C'dan keyin D va E. Mana shu javob chiqishi kerak bizda. Oldingi kodimizni run bo'lib turganiga to'xtatib qo'yamiz. Tak, va Qga NQ qilib itemni qo'shamiz. Shuni o'zi yetarli menimcha. Run qilamiz. Bizda ABD CE DE ABD CE DE ABD CE DE. Xuddi biz kutgan natija chiqdi. Va graf to'liq aylandi. Hop, endi graf turlari bor. Orqaga aylanadigan, ya'ni bitta loopga kelib qolishi mumkin graf. Ya'ni to'xtovsiz aylanib qolishi mumkin. Ya'ni mana bu graf olsa ham bo'ladi. DFSni ko'ryapmiz deylik. Mana bu holat bo'yicha ketdi va keyingi elementni oldi. D'dan keyingi element sifatida yana A ni oldi. A'dan keyin B, C, D, A, B, C, D, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Shu holatda cheksiz loop bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz yana bitta dictionary ochgan holatda tekshirilgan elementlarni yoki hashsetga yoki dictionaryga tekshirildi true qilib yozib qo'ysak bo'ladi. Shunda tekshirilgan element qaytadan tekshirilmaydi va DFS va BFS to'g'ri ishlaydi deb o'ylayman. Bugungacha ko'rsatmoqchi bo'lganim shu edi. Xudo xolasa bundan keyin ertaga xuddi shuni koordinata va lokatsiya bo'yicha yaqin masofani topish va har xil masofalarni topish, ya'ni qanaqa yo'llar bilan manzilga yetib borishim mumkin yoki manzilga yetib borishni o'zi imkoni bormi degan narsani ko'rib chiqamiz. Bu bo'lsa qisqacha BFS va DFS algoritmlarini ishlashi juda oson. Va ertaga xudo xolasa stack, ya'ni DFSni stacksiz rekursiv yo'l bilan aylanib chiqishni ham ko'rsataman. Salomat bo'lasizlar. Letcode'da ham DFS va BFS savollarini yechishga urinib ko'ring. Juda ham oson. O'ylaymanki hammani qo'lidan keladi.